Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarni kommentariyda yozib qoldirgan iltimoslaringizga binoan Spark narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Eslatib o'tamiz, bu yerda keltirilgan narxlar faqatgina aytilish narxlari xolos. Agar mashinani olmoqchi bo'lsangiz, egasi bilan kelishib, arzonroq qilib olishingiz ham mumkin. Demak, boshladik. Spark 4 euro. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 23 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $6400. Spark 3 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 99 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $5000. Spark 1 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 165 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $4000. Spark 4 euro. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 14 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $6300. Spark 1 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 2100 kilometr yo'l bosgan. Narxi $6400. Spark 3 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 94 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $4700. Spark 1 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 50 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $4700. Spark 4 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 39 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $6200. Spark 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 34 600 kilometr yo'l bosgan. Narxi $6000. Spark 1 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 80 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $5500. Spark 2 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 64 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $5900. Spark 1 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 168 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $4400. Spark 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 26 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $6000. Spark 3 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 200 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $4800. Spark 1 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 180 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $4500. Spark 1 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 45 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $5500. Spark 3 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 151 000 kilometr yo'l bosgan. Narxi $4500. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. O'z fikrlaringizni kommentarda yozib qoldiring. Darvoqea, kanalimizga a'zo bo'ling va kelgusidagi videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qiling.